Shuni unutmang. Bu dunyo rozi emasman aka ana shu yerga kelganim uchun. Aka 5 ta qizga olib ketaverasizmi qichani hammasi? Yo'q aka, mumkin emas-ku 5 kishi. 5 kishi. Bilaman, shuning uchun so'rayapman-da. Reysga o'tirib olganimiz yo'q-ku. Mumkin emasligini bilganim uchun so'rayapman. Sig'adida aka olib ketsangiz. Yo'q, aka. Ikkita chaqiringlar. Отказ bosib yuboribdi. Iloverish oldi anov qilish kerak-da aka. Hozir men siz uchun qancha kilometrdan yurib kelyapman-da aka. Kelganimga berib yuboring, отказ bosib yubordi-ku. Nima deysiz? Kelganimga berib yuboring deyman. Nimaga? Aka, mashina havoga yurmaydi. Benzinga Benzinga pulini chiqarib bering, berib yuboraman. Necha pul bo'ldi? 5000 bering kelganim. Chiqarib bering, 5000 menga. Aka, Yandex sizga kiring, necha pul chiqaradi? Yandex yo'q. Aka, hozir bitta odamni ovora qilyapsiz, bilyapsizmi? Ha. Bilyapsizmi? Bu narsa yuqadi deb o'ylaysizmi hozir? Norozi narsa yuqadi deb o'ylaysizmi? Hozir ayting bo'ldi aka. Nima o'zgaradi hozir? Отказ bo'ldi, biror nima o'zgaradimi? Men siz uchun kelyapman nari. Bunaqa narsa bormi? Programmada bormi? Yo'q bu narsa. Aka, отказ bor. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 5 kishi bo'ladigan bo'lsangiz, nima uchun oldindan zakaz qilgandan telefon qilmayapsiz? 2000 yurib kelganingizni keyin klientga qo'shib beradi. Bundan keyingi zakazga yechib oladi. Bermasa-chi aka shu narsani? Bundan yechib oladi, dapa uka. Qani yechib oladi aka? Narigi mashinaga yechib oladi. Buni отказ qilgani uchun bundan bal pasayadi. Bal bo'lmaydi bunda aka. Shuni unutmang. Bu dunyo rozi emasman aka ana shu yerga kelganim uchun. Aytayman-ku 5000 so'm pul sizni kissangizda teshib chiqmasa rozi emasman.